2026-yilda qurilish qilaman deganlarga sinmaydigan shipr bo'ladi. Ey, yaxshi tomon qaranglar. O'ziman sakraydigan bo'lsam ijtimoiy qilmaydi. Afzalligi sovuqni yaxshi ushlab beradi. Undan tashqari ham yengil bo'ladi, hamma qoqqanda hech qachon chok-poch tushmaydi. Uni hozir biz zavodga kelganmiz. Marg'ilonda eng katta, narxlari juda ham arzon holatda chiqadi. Agar siz qurilishga foydalanadigan bo'lsangiz, ham pul tomonlama, ham sifat tomonlama anchagina yutasiz. Endi bir boshdan shuni sotuvini qilayotgan akalarimizdan so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom, Ravshanbek, keling, yaxshimisiz? Tramvay zavodda turibmiz aka. Albatta, men ko'rib turganingizdek, zavod ishlab turibdi. O'tgan yili kelib video qilib berdik, esingizda bo'lsa, mana yana hozir bu hol keldi. Ish faoliyatimizni boshladik, xudo xolasa. Birinchi sortlar ham bor, ikkinchi sortlar ham bor, xudo xolasa. Telefon qilishadi, tayyor chiqib ketaveradi. Xo'p aka, boshqa shipirlardan qanaqa afzalligi bor? Bu yangi sinmaydigan shipirimiz. Boshqa shipirlardan afzalligi narigi shipirdan, standart shipirdan ko'ra 9 kilo yengil bo'ladi, razmerda ham sal kichikroq bo'ladi. Mana. 80 ga 183 razmerda bo'lgan. Ha. Necha endi? Razmeri 83 ga 180 qilingan, standart shipirdan 9 kilo yengil bo'ladi. Chidamli tomonlama, misol uchun, chidamligi bir xilda bo'ladi, vazni yengilroq. Bundan tashqari narxi ham ancha arzon chiqadi, Ravshanbek. Arzon chiqadi. Xo'p, men qoqib ko'rsatsak bo'ladimi aka? Xo'p, mana hozir ustalarga udobniy bo'ladi va shipiringiz ancha-munchaga yoriq tushib qolmaydi, shunga ham e'tibor berasizlar. Mana ostilarga mana shunaqa katta mixdan qoqib eksperiment qilib beramiz. Ko'p shipirlar biz salan yorilib ketadi. Hozir qani? Demak, shu holatda qoqilaveradi. Bemalol trishina tushmaydi. Xo'p, shurib qatirsa-chi? Shurib qatirsiz ham bo'ladi. Endi bizda hozir samarangiz yo'q, lekin urib qo'ysak bo'laveradi. Ha, ursak ketaveradi. Ha, men urib qo'yasiz. Demak, universal shunaqa mix shurublarga foydalansa bo'ladi. Bemalol hech nima bo'lmaydi, yoriq tushmaydi, trishina tushmaydi, sovuqda ham yaxshi ushlaydi. Chunki moddasida sement, azbest, yana bir ikkita qo'shimchalar bor. Ularni aytolmaymiz, lekin chidamliligi bir xil bo'ladi. Ha, demak ichiga qo'shilgan shu narsalar. Ha, azbest bo'lasiz. Azbest asosiy vazifasi zichlash bo'ladi. Sement vazifasi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Aha. Xo'p, demak, qishda issiqlik chiqarib olmaydi, yozda issiqda tomni ichiga, uyni ichiga urmaydi. O'sha, misol uchun, standart shipir qanaqa bo'lsa, buni ham vazifasi shu. Vazni yengilroq, razmerda sal kichikroq bo'ladi, xolos. Lekin narxi katta shipirga qaraganda narxi arzonroq chiqadi. Nech pul atrofida keyin bundan tashqari, misol uchun, ko'pchilik tunikadan qilgandan ko'ra shipirdan qilib olgan yaxshi. Tunikani qilgandan keyin uni shumka qilish kerak bo'ladi yoki pena septirish kerak bo'ladi. Shipirda bilasiz, unaqa ishlar qilish shart emas. Xudo xolasa, yaxshi effekt. Hamma yo'g'i ichida buni o'zi bir yo'la. O'tgan yil emas, bir 7-8 yildan beri chiqadi. Biz o'tgan yil sotishni boshlaganmiz, xudo xolasa. Mana yana bahor keldi. Yana sotyapmiz, xudo xolasa. 10 yil garantiya talon yozib beramiz. 10 yil. 10 yilga garantiyalar bor. 10 yil garantiya talon yozib beramiz. Bu endi zavod tomonidan berilgan. Shipirlarga ham, o'sha zavodskiy shipirlarga ham o'zi hech qancha garantiya bermaydi. Biz 10 yil garantiya beramiz. 10 yildan ham ko'proq ishlatsa bo'ladi buni. Bo'ladi. Xudo xolasa, keyin qatga olib foydalansa bo'ladi deganlar uchun o'sha shipirni qatga ishlatsangiz, buni ham xohlagan joyingizga ishlataverasiz. Barcha qurilishlarga ketadi. Ha, keyingisi narxini arzonroq qoqishadi buni. Katta shipirda misol og'irligi ham bor, razmeri ham kattaligi hisobiga narx sal qimmatroq qoqishadi. Buni o'sha tomchilar sal arzonroq ham qoqadi. Ishlab chiqarish joylarga ham, molxonaga ham, naves, kazilok shunga o'xshagan joylarga ham ishlatsangiz bo'laveradi. Narxi ham arzonroq chiqadi keyin. Nech pul chiqadi narxlar? Ustunliklarda ham, strapillarda ham sekin, sal kichikroq, sal nozikroqni olsangiz ham, shipirning yengilligini hisobiga ham anaqaroq chiqadi, xudo xolasa. Narxi nech pul? Narxini hozir 39 ming chiqaramiz deb o'ylab turgandik, sal xalqqa arzonroq bo'lsin deb 38 ming so'mdan bir donasini chiqarib qo'ydik, birinchi sortini. Dastavkasi alohida bo'ladi. Dastavkasiga qo'shiladi. Chunki biz dastavkani narxini shipirning ichiga tiqib olmaganmiz, o'shaning uchun iloji boricha. Dastavka kelishgan holda. Dastavka pullik. Pullik bo'ladi. Dastavka pullik, misol uchun vodiyga chiqadi. Misol uchun nechta olishiga qarab turib, misol 100 ta, 200 ta oladigan bo'lsa, biroz shipir og'irroq keladi. Shipir nisbatan og'irroq. 100 ming so'm, 200 ming so'm, 300 ming so'm atrofida, mana shu vodiyda sal yaqin joylar 50-60 kilometrga shunaqa 300 ming, 350 ming atrofida olib ketishadi. O'zlarida mashina bo'lsa, arzonroq tushadi.
Xo'p, hozir doimgidek shipperlarimiz o'zi adashmasam 51 ming, 52 ming chiqadi, 55 minggacha. Shipperlar shunaqa. Ha, lekin bu hozirgi narx arzonroq shunaqa ekan. bo'lib turibdi. Misol uchun bizda ham hozir bugungi narxi 38 ming so'm. 15 kundan keyin ham shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin bilib bo'lmaydi. Sementda narxi oshadigan bo'lsa yoki standart narx shipperda narxi oshadigan bo'lsa, buniki ham avtomatik oshadi. Sababi sement bilan anaqa yuradi, oshishiga qarab turib chiqadi narx. Narxlar chiqaveradi. Ha, shunaqa vaziyat xolos. Zo'r. Manzilimiz so'raganlar uchun Marg'ilon shaharda Kirgili most bor, Kirgili mostda Temurxon bazasiga yurishda o'ng qo'lda telefon qilsa, kelyapmiz desa, shetamiz o'zimiz ham xudo xolasa. Telefon qilib kelishsa bo'laveradi. Tayyorlari bormi yo zakazkami? Tayyorlari misol uchun hozir 5 ming, 6 mingta tayyori bor. Endi video qilib berganingizdan keyin bu ochilib ketadi, boshqa bo'lib ketadi. Hozir ham zakazamiz bor. Lekin bitta narsasi bor, misol uchun erta ulgimay qolsa 3-4 kun, 5 kun kutib qolishlari mumkin. 4-5 kun. Ishlab chiqarish tez, xudo xolasa. 4-5 kun kutib qolish. Tezda chiqarib Bir beriladi. kunda maksimal 700 ta 800 ta ishlab chiqarish quvvati bo'lyapti hozir. Endi atrofdan eshitganlar juda ham ko'p, o'shaning uchun o'tgan yil ham video qilib bergansiz, o'tgan yilgi videodan ham sotyapmiz boshqa qilib, o'shaning uchun telefon qilsa qolganini tushuntiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar, ekranda nomerlarda Telegram, WhatsApplar bor. Kelishdan oldin telefon qilsanglar, lokatsiyalar tashlab beriladi.